Ama Xitayning bu Türkiye'deki Adalet ve Terakkiyat Partisi'ni, yani AK Parti'ni vekillerini Xitay'a çakırıştaki sebep, müddaası ve maksadı nima bunun degan bir savol tug'iladi. Bu savolga bizning qisqagina Xitoyning muddaosini bir izohlab va tushuncha berib o'tib ketishga to'g'ri keldi. Endi Xitoy bilan Turkiston xalqi, Türk dunyosi tarixda mush 30 yildan, mush 30 yilning mobaynida boshqa davomli so'rkilish, urush, so'qash, g'avg'a, mücadele, cihat olup gelir. Bu to'xtab qolgani yo'q. Nima uchundir Sovetlar İttifaqida besib olgan Türkiye davlatlarini Sovetlar İttifaqi besib berib, bulardan mustaqil bo'lgandan keyin bular umumyuzlik Xitoyga yuzildigan. Xitoyni saxovatchi boshpanoyimiz deb hisoblaydigan, Xitoyni düşman emas, do'st deb hisoblaydigan, o'zidan qarindishini buni xavflik düşman bizga xavf olib keldi, bizning taraqqiyotimizga, iqtisodiy, siyosiy jihatdagi diplomatik munosabatimizga xavf olib keldigan kuchlar deb taniydigan, bunda xato bir zihniyat yerlashdi. Bu Türkiston xalqining o'zi, Türkiston xalqining Turkiya ham bor. Bunun bu işin milli tuyg'ulan canlıq bir devlet olup kapqağın Türkiye hamdi. Qağını tamamen buzub ötüptükin hamdi. Türkistan diyarlarda bu Türk degen nesimi yok. Özünün milli kimlik Kazak, Kırgız, Özbek, Tacik, Tatar, Türkmen degen neslerinin hemmasını Özbek degen bu neslerinin hemmini yoxtu bulaptı ki bu asası. Bu kımmet bir milli kımmet qarashni tamamen yo'qotib bo'libdi ekan. Türkiye'de bu milletçilik tuyg'usi bilan qolibdi ekan. Bu dini bilan birlashgan qismini elib o'tib, faqat Türk biz degan hukm bilan Türkiye milletçilik ruhi saqlanib qolibdi ekan. Bu mu bak kuchlik emas. Çünkü ideologiyadan milletinin itikadını ayrılıp ketkendiği acizlep ketken nersemdi. Acizlep ketken, acizlaştırıyor tutken bunu. Biz bunu münasebetlik şahsiligim dedik endi. Endi bu yerda ma'lum şu milli ruh vardı. Türkistançılık, Türklük bir ruhi var. Bundan tashqari bunu şu dini bilan birleşip muhterem hürmetlik Erdoğan hakimiyet sevisi, hakimiyet iktidarı kelgenden keyin bunu dini bilen milli ruhni birleştirip ma'lum jihatda şu dini bilen birleştirip elib ketib bardamdi. Ataxim bir qadar kuchli shaklda elib ketib bardamdi. Bu ruh bu Sharqiy Turkiston davası yani Türkiye'nin katkısı bilen Türkiye'nin çok qo'llashi bilan maydonga keldiganligidan iborat bu bir reallikni Xitoy nati yaxshi biladi. Shuning uchun bu Türkiye'nin mush ruhiga asosan andan bular bilan bo'lgan diplomatik munosabatni tanishib, buni Xitoyni ziyorat qildirish orqali mushadi bir ruh var, milliy ruh. Bunun uchun Xitoy ustidan g'alaba qilolmaydiganlikdan iborat bir tusni bermoqchi. Birinchi bu. İkincisi texma bu. İkincisi Sharqiy Turkiston yani Uyg'ur meselesi. Hazır bugün bu Sharqiy Turkiston degan Uyg'ur degan gap bor bu yerda. Shundaymi? Uyg'ur turklari deydigan gap bor. Bu Uyghur meselesi isim bilen Xitoyning Sharqiy Turkistonda elib kelgan Uyg'urlar. Türkiye millet ve Uyghur başta hem de bu tuproqning davasini ciddi şekilde elib berayotgan xalqning ana unsur Sharqiy Turkistonning ichidagi Uyg'urlar.
Uyghur bo'lgandan keyin Uyg'ur bilan besivetsek, Qozaqlik onchola tegmeklik, Qirg'izligimi tegmeklik bular. Bunun ikki narsa var. Biri uning davlati var. Aqshda. Yana biri buldu şu, unda bir ruhning şu o'lganligini his qilib bo'laqlik. Unda bo'lgandan keyin bu ana aktör Sharqiy Turkistonning ichida atalmış Şinjan'da Uyg'urlarni besivetsaklam qog'inning şu hammasi şu o'zligidan keladi deydi. Bir yer köprek bunun g'ulg'ulisini qilib atgan Türkiye bu. Türkiye halkı. Türkiye halkının aşıda milli ve dini cihattin çoğu bu iki ruhunu birleştirirken birçok an var düşünce var. Milli an. Yani Türkçülük eni. Muş angan çoğu biz bir biznes cevap vermesek olmaydı dedim. Uyg'urni ezdi, mesini chaqabdi, oqulabdi, ko'kolabdi degan mush hozir 10 yilning mobaynida Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqining ustida yana Uyg'ur xalqining ustida elib borgancha qabiy, vahshiy bir jinoyat bor bu yerda. Bu jinoyat to'xtab qolgani yo'q. Mushuni olib borish orqali Xitoyni bo'lg'icha malum 8 gün içinde meyle heptilik olsun, meyle bir aylık olsun, meyle kaç günlük olsun bir heptilik vardı bula. Muş bir heptilik ceryandı, yakşı buladı miman kalbimdi. En eski adamı miman dağçılık gelgen çağır, bir günlük, 2 günlük edemdi miman kılı değil ki zaten. Şimdi ama o miman dağçılık olan o milletin üstüdeki şu an rejimga Qabi işləvatqan bir cinayətə baha veriş haqqı yox ki bunun. Xitay anda muşini yögeş arqalıq şu, muş onun ciddi şekilde berib, iqtidarda olğandıkən, muş xalq anıltıb, Xitayda Şərqi Türkistan xalqı zulmü yoxkən, Xitay unda tərəqqi qıptı, bunda tərəqqi getdi, nəhayət yaxşı xalq degen anını çoğa beriş arqalıq, Şərqi Türkistandakı zulmünü yani davamlaşdırıb, vaqt tutmaqçı Xitay endi. Şundamı? Xitay bir taraftan bu milletni yo'qotib yetishki şu ciddi şekilde bu milletni şu qisqa muddat yo'qotib yetimiz deydi. Cumhur milleti ene davatqan ma sabsata buguncha ma milletni tamamen yo'qotib yetimiz deydi. Bunun ciddi gap qildigan xalq Türkiye bo'lganligi uchun Türkiye bütün İslam dünyasına ta'sir ko'rsatdi, Türk dünyasına ta'sir ko'rsatilgan bir davlat bo'lganligi uchun xalqmi shunday bir xalq bo'lganligi uchun cho'a anda bularning og'zini yumush. Bularning mushajati cho'a xalqaro jar selishidan, cho'qon selishidan ansirab Xitoy anda bularni apir patpat cho'a mayli Doğu Pekinchakning odamlari bo'lsin, mayli Türkiye Xitoy do'stlik jamiyati deb atalmış kommunistlarning hamdi bular. Bularning hammasi o'tganimiz yuqorida dedik. Bu Doğu Pekinchakning odamlaridan mush zihniyatli odamlar kommunistlar zihniyati Xitoy zihniyati hamdi. O'zining fiziologiyalik qurilmasi o'xshamaydi, psixologiyalik shu, ruhsal holati shu Xitoy bilan mush odamlarni tanlab olib borib, andan avval ziyorat qilib, o'g'ilimicha bu zulm yo'q ekan. Ma AK Parti'ni shu yerga olib borib, anda tangashdan bilan bu demeydi ki, muşul degen gapni biz mi desek qanday ola? Muşul bağayak biz mi basak qanday ola degen bunda bir çoğu zihinsel to'g'ri bir tushuncha sahibi bo'lmaganligi uchun bugün bu ziyorat qilish orqali Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining hammasini yo'q chiqarishmoqda. Maqsad bu hamda.